Rosa qichiyapman deydi. Qayeringiz qichiyapti? Batafsilroq aytib bersangiz, men ashunga qarab anaqa qilsam-da. Men kallangizdagini shuni yechib bersak. Kalmadingiz. Kallik uyat emas. Uyat bo'lmas, kal bo'lib yursa ham ho'y bola degan. Hech ham joltamang. Kallik bu siz aybingiz emas. Want to take something out? Qiz bolami deysiz? Nima og'zingizni ochasiz? Ana betingizdagini olib tashlashim kerakmi? Mana u guriydi. Opa, ana. True to your reputation, I'll Rahmat. recommend Kula- everyone to you. Bunday qiling-da. Mana qarang-da. Quloqni ichini nima? U yilda bir marta tozalaysizmi? Qulog'ingiz ichi alohida bir dunyo bo'lib ketdi. Organizmlar yuribdi quloq ichida. Bir hech tozalash olmaydi bularni. Kasopat, yanimga qulog'ingni tozalab kelsang o'ylasanmi? Qiz bolasan qilayotgan ishingni qara. Qisib tur. Hay o'la. Bo'ldimi? Hammasi normalmi? To'g'ri, endi bitta shapaloqqa tishingiz to'kilib ketaverdi-yu, uzr. Endi bir stomatologga borib olasiz, sopa. Bitta stomatolog bilan keyin parik sotadigan do'konga borib bitta parik qo'yib olasiz, yo mana shapka-mapka kiyib olasiz. Omadingizni bersin. Pulni bering, bu yerdan tezda keting.